Assalamu alaykum, hürmetli televizor köygüçiler. Strategiya neme deydi programımıza hoş geldinler. Ben Abdsalam Niyaz Uygur. Bugünkü programımızda biz davamlıq yana Doktor Erkin Ekrem Efendim bilen söhbetimizni davamlaştırırız. Hürmetli Erkin Ekrem Efendi, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hürmetli televizor köygüçiler, aldı bilen yakında dünyada yüz bergen mühim vakalarını eslep öteyli. Avustraliya Xitay bilen bolgan kişilik hukuk hemkarlığını toxtatdı. Avustraliya bu kararının Xitayning Hong Kongdaki namayişini zoravanlık bilen bir taraf kılışı ve Avustraliya'nın iki parlament azasını çekligenligi sebeplik çıkarılganlıkını bildirdi. 13 noyabr Otur Avrupa'daki en kadimi üniversitet bolgan Çex Charles Üniversitetining müdiri üniversitetning Xitay tadqiqot merkezini taqıganlıqını e'lon qildi. 12 noyabr Malayziya İslam Teşkilatlar Meclisi Şarq Türkistan Cumhuriyet Günü'nü tebrikledi. Microsoft mu Huawei'ga meşgulat sistemisi təminləşini toxtatdı. Hong Kong namayişçileri Uygurlarga o'xshash oqibatga qalmaslik uchun oxirgacha kurashni davomlashtirganligini bildirdi. Washington Post gazeti 16 noyabr New York vaqt gazeti e'lon qilgan 403 betlik hujjatning odamni vahimiga solganligini ta'kidladi. Bu hujjatlarning oshkorlanishi dunyo jamoatchiligida zo'r g'ulg'ula qo'zg'adi. Hong Kong Oliy sudi maska taqashni cheklash belgilamasining Hong Kong asosiy qonuniga xilof ekanligi haqida hukmnoma e'lon qildi. Guardian to'rining 17 noyabrdagi xabarida bildirilishicha, Avstraliya tashqi ishlar ministri Xitoyning Uyg'urlarga qilgan muomalasi kishini andishiga soldi degan. Xitayning Tangirtaq to'rining 18 noyabrdagi xabarida bildirilishicha, Xitoy Sharq Turkistondagi siyosatlarini oqlab qatarga maxsus bir hay'at avatgan. 19 noyabr Türkiye Tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu Uyg'urlar masalasi to'g'risida to'xtaldi. 20 noyabr Germaniya ovozi to'rining xabarida bildirilishicha, Amerika prezidenti Donald Trump Xitay mallardan aladigan bajni o'stirdiganligini bildirgan. 20 noyabr Amerika ovozi xabarida Amerika palatasining Hong Kong kishilik huquq va demokratiya qonunini ma'qullaganligi bildirilgan. Xitoy buning qarta Amerikaga tahdid soldi. 19 noyabr Amerika ovozi xabarida bildirilishicha, yaqinqi bir haftadan beri Xitoyda vabo kengayishga boshlagan. Dunyo vaziyati haqida mushinchlik to'xtalamiz. Xo'sh, endi diqqatinglar suhbatimizda bo'lsin. New York vaqt gazeti oshkorlagan hujjatlarga qarata Xitoy bayonotchisi bu hujjatlar yolg'on deyilmagan bo'lsa-mu, atalmış avtonom rayonlik hukumat bu hujjatlarni ishki tashqi dushmanlar o'ydirib chiqargan, butunlay yolg'on dedi. Bu hujjatlardan Xitoy hukumatining yuz berish ehtimolligi bo'lgan har xil inkas va qarshiliklarga qarata xili atrofli tayyorlik qilganligini aniq ko'rib olamiz. Hujjatlarning birida oshkorlanishicha, Xitoy raisi Xi Jinpingning xalqarodagi har qanday ayblashlarga parvo qilmanglar deb buyruq tushirganligi ma'lum. New York vaqt gazetining bu xabari texi pasaymay turib, 24 noyabr Xalqaro muxbirlar birlashmasi 14 davlatdan jami 18 muxbirning birlashib ishlagan xabarini tarqatdi. Ularning qarashicha, bu dokladning ahamiyati nihoyat cho'ng ekan. Qisqasi, Xitoy amdi qilmishlarini yoshirishga amalsiz qilyapti. Sizdan so'ramoqchi bo'lganimiz, Xitoy keyingi qadamni qanday bosishi mumkin? Hozir balki shu sirtqa ichilib va pash bo'lgan shu hujjatlarni tekrar pash bo'lishini yoki ma'lum sirtqa chiqishini oldini olish uchun tirishadi deb o'ylayman. Ammo Xitoy buni ming qismi bir bundan keyin shu Sharq Turkistonda qilgan zulmlar ham shunday hujjat bilan hamda aşağıda zulmni tatgan adamlarninki ifadeleri ve şundakla o zulmni tatgan adamlar belki
o'zininki ko'rgan kunlarini hammasini xotira qilib yezib qoldirdi deb o'ylayman. Shuningga bundan keyin Xitoyninki bu zulm bilan munosabatli hujjatlar bo'lsin, video bo'lsin va qisqa mundaqiligi uchurlar bo'lsin va shu xotiralar bo'lsin, yana davomli chiqadi deb o'ylayman. Xitoy buni to'sab bo'g'ilib bo'lmaydi deb o'ylayman, chunki har qanday bir qilib qolgan bir ish bo'lsa, bu baribir pash bo'ladi. Bugun pash bo'lmasa, ati bo'lmasa 20-30 yildan keyin bu pash bo'ladi. Yana Xitoy hozir bu dunyo 21-asr kirayotgan vaqtida, ya'ni insonga insonlik bilan muomalasini insonga texmi insonlik qilib, hayvonlarni, bütün canlılarni shu insoniy qarash kerak deyotgan bir jarayonda Xitoyninki bunday qilmishligi butun dunyoninki qiziqishini ko'paytirdi. Shuningga nurg'un davlatlar va shundaqla ba'zi jurnalistlar shundaq hujjatlarni yana tatlab izlab o'tirib chiqirdi deb o'ylayman. Eğer muşundaq hüccetle kayni-kaynidan aşkarlanış, yani aşkarlanaverse Xitoy hakimiyeti, yani Xitoy Komünist Partiyasi qanday qilishi mumkin? Xitoy bundan to'sayman deb tirishidi, abadiydi to'sayolmaydi, balki %100 pash bo'ladi deyishmi qiyin, ammo bir qismini to'sayolaydi. Va pash o'qiganlarni yolg'on narsa deb va yerlarni kesib, yerlarni chaplab qo'ygan narsa deb inkor qilish mumkin. Ammo bir haqiqat o'tirib chiqyotdi. Xitoyninki shu keyingi yillarda Sharq Turkistonda ilib berayotgan Uyg'urlarga qarshi va Sharq Turkistonliklarga qarshi bu zulm siyosati bu yerda pash bo'lyapti. Bu bo'lishini hamda inkor qilmaydi. Mayli bu Xitoylar qanchalik to'ssa, mayli dunyodagi ba'zi davlatlar pul bilan ularning ig'izini to'sayman desimi, hamda bu ishni yurishib bir yerga olmaydi. Xitoyninki hokimiyatining qanday zolim bo'lganligini va o'zininki grajdanlarga qarshi shunday bir insonlikda ayib bo'lgan bunday voqealarni, bunday zulmlarni kuzatish hamda Xitoyninki obraziga ta'sir etadi deb o'ylayman. Bo'libmi Xitoy shu Shi Jinpingninki 2017-10 19-qurultayda degan qudratlik bir davlatni tiklash, ya'ni bu 2050ga borgan chog'da dunyoninki eng cho'ng davlati bo'lishi, eng qudratli davlat bo'lishi, ya'ni bizning tilimizda Jahongir davlat bo'lishi va yomon cho'ng ta'sir yetkazdi, manfiy ta'sirlar. Chunki sen bu dunyoga bu jahonga hokim bo'lman deydigan bo'lsang, seninki shu siyosatlaring, qilmishlaring va shundaqla dunyoga bo'lgan ko'z qarashlaring hammasi dunyo xalqiga mos kelish lozim. Xitoy qilmayapti hozir. Hamda u mang'izayotgan yumshoq kuchi degan bu ideya, ya'ni Konzning ideyasini dunyoga yeyotdi, ammo nurg'un davlatlar bu Konzningki ideyasini yeyish va Xitoyninki shu hokimiyatini qo'llaydigan bir ideologiya bilan birlikda shundaqli josuslik ishlarini qilyotdi deb Konzningki bu Konz institutlariga qarshi chiqyapti. Agarda bir Uyg'urga mashinchilik qilgan bo'lsa va Sharq Turkistonliklar qilgan bo'lsa, bu dunyoga qanday qiladi, boshqa millatlarga qanday qiladi. Hamda bu Xitoy keyingi shu 10 yil ichida kiberlik bilan dunyoga bunday pozitsiya ko'rsatyapti. Nurg'un davlatlar bu Xitoyninki bu yuqoridan tövanga qarash bunday pozitsiyaga rahatsız. Tabii paytda bu hujjatlik bir narsalarni bu chiqishi Xitoyninki shu dunyoga hokim bo'lman degan davlatninki obraziga cho'ng ta'sir yetkazdi. Ya'ni yig'ib kelgan chog'da Uyg'urlardan tupayli Xitoy Jahongir davlat bo'lamaslikninki bir masalasi chiqyapti bu yerda. Hamda boshqa davlatlar bu Uyg'ur masalasiga Uyg'urlarga ilib borgan zulmga pek ishonmasdi. 2017'lerde
nurg'un g'arb davlatlarga bu dokladlarni bergan vaqtida ular bek ishonmagan. Endi ishonmaydigan odamlar oz qoldi. Agar ishongan bo'lsa, Xitoyningki gipiga qarab buni rad qilman deydigan bo'lsa bir qismida, bu shu Xitoydan bir manfaat ola olmaymanmi deb ashuningki qo'yida deb o'ylayman. Ammo butun dunyo buni hozir ko'rib bo'lyotdi. Ya'ni buni g'arbda bunday yomon davlatlar chiqqan tarixda, ammo sharqda bu Xitoy bunday bir davlat chiqishini kutib turmagandi. Chunki Xitoy 5000 yillik tarixi va madaniyati bor, yezig'i bor deb, hamma nima bor deb uni Xitoyni cho'ng ko'radi. Hamda Xitoyningki yomonliklari hammasi o'ttirib chiqqan bo'ldi. O'z vaqtida 1921da shu yozuvchi Lu Xunni Beijing universitetiga ma'lum qilib taklif qilgan chog'da uningga Xitoy hikoya tarixi degan darsni beramsa degan vaqtida Lu Xun shu butun tarix asarlarini izlab bir leksiya yozmoqchi. Ammo Lu Xunning o'zining degan gibi bunda zolim bir Xitoy qanday bo'lib bugungacha yashab kelgandir deb uningga hayron qolgan. Ya'ni o zolimlikni dunyoda to'nib bo'lamagan. Hamda Uyg'urga qarta yurgizayotgan siyosati bilan ve o'ttirib chiqqan bu hujjatlar Xitoyning haqiqatan bir zolim siyosatini ilib borganligini fosh bo'ladi. Hamda Xitoy buni qanday o'ngshaydi, qanday yasaydi, menimcha biroz qiyin tuzash. Bu obrazni biroz qiyin bo'ldi ve Xitoyning kelgusindagi jahongir davlat bo'lishini bir qiyin bir yo'lga kirdi deb o'ylayman. Çünkü xalqaro bunday savolni so'ray oladi. Demokrasiya bo'lgan ve inson haqlariga ahamiyat bergan bir Amerika dunyoga mushundaqchiq jidallarni teryapti. Agarda bir diktator bir hokimiyat dunyoning beshiga o'tsa, dunyoga nima balolarni akiladi deb bunu so'ray oladi. Bunu so'rgan vaqtida dunyoda nurg'un davlatlar, nurg'un xalqlar bu savoldan qo'rqib ketadi. Shuningga Xitoyningki bu qilmishligining bedeli to'lanayotdi, ya'ni o'tayotdi bu bedelni. Bundan keyin o'taydi deb o'ylayman. Bu xil vaziyatga nisbatan biz qanday tayyorlik qilishimiz kerak? Bu tayyorliklar biroz qiyin deb o'ylayapman. Chunki bunda bir cho'ng masala o'tirib chiqqandan keyin Uyg'urlar bu meseleden qanday foydalanib, qanday yurgizish bu ishni. Ve bu meselene misalga bir yildan keyin misalga hujjatlar bek chiqmadi. Jimib qolgan ahvollar bo'lishi mumkin. Bunda bir paytda Uyg'urlar qanday bu meseleni yana xalqaro tartibga akilish meselesi var. Buni ilib boradigan odamlar az, buningki ko'payish lozim. Buningki uslublar va xalqaro qonun, xalqaro ma'ngizayotgan ishni ma'ngizayotgan ba'zi odatlar var. Aş odatlarga qarab bu işlerini ilip biriş lazım. Bununla Uyg'urlar bir tayyorlik buluş lazım. Ondan keyin bu g'arb davlatlar bu meseleni teshib chiqyapti. G'arb davlatlar bilan qanday bir o'rinda va qanday bir fursatda bular bilan hamkorlik qilish degan bir masala bor. Hozir shu g'arbliklar qipiryapti, biz qarab o'tirsak bo'lmaydi. Bunu o'ylash lazım. Ondan keyin bu Xitoyga qaratilgan bu bisimni Uyg'urlarni kuchlantirish lazım. Ve Uyg'urlarning o'zidanmi shunday hujjatlarga o'xshash narsalar chiqish lazım. Hozirgi paytda Sharq Turkistondagi zulm bilan munosabatlik agarda har qanday ma'lumotlar bo'lsa va hujjatlik narsalar bo'lsa, hazır dünyaya sunsa, dünyama bunu tanıydıgan bir payt geldi hazır. Şununla Uygurların özününki alaydı haber ve malumatlarını oturup koyuş lazım. Bu bütün bu zulüm, hüccet ve malumatlarını xalqaro qonunlarninki maddeleriga bağlap durup ve bir nişanlı koyuş lazım. Xitoy əməldarlarını, məyli Şərq Türkistandakı əməldar olsun, məyli Beijingdəki əməldarlar olsun, bularını xalqaro sotqa ilib birişninki tayyorligini qilish lazım.
hem de sotqa berish uchun nurg'un delillar bo'lish lozim. Hozirdan boshlab buni reddlashga tirishmoq lozim va hozirdan boshlab shu mavjud ma'lumotlar bilan, hujjatlar bilan va Uyg'urlarning o'zininki ichida bunda bilinayotgan ba'zi ma'lumotlar bilan to'plat, ya'ni xalqaro seviyadagi bir sifatli to'platlarni yozish lozim. Bu to'platlar belki ben degan kun tartiblarini tutib turgan bo'ladi va bu to'platlar kelgusida shu sotqa berilgan vaqtida dalil bo'lib ishlanadi. Ama biz Ikkinchi Dünya urushidan keyin Amerikanınki ve G'arb devletler birlikte Germanni sotlagandek sotlaydigan ahvollar bo'lamdi, bo'lmamdi, hozir mo'ljallamak biraz qiyin, ama Uyg'urlar o'zi tirishib shu seviyaga, shu paytga ekilish lozim deb o'ylayman. Ya'ni yig'ib kelgan chog'da chet eldagi Uyg'urlarningki ko'pi mush ishlar bilan shug'ullanmoq lozim deb o'ylayman. Xitoy Sharq Turkistondagi siyosatlarni oqlab Qatarga bir hay'at avatdi. Bu hay'atning Qatardan keyin yana Kuvayt ve Saudiya Arabistonga bordiganligi oshkorlandi. Xitoy nima uchun tunji bekitida Qatarni tanladi? Aslında Xitoy necha yildan beri shu musulmon davlatlarga va g'arb davlatlarga shunday hay'atlarni avtib kelyapti. Bu musulmon davlatlar Xitoyni qo'llaganligini hammamiz bilamiz. Fakat Qatar davlati Xitoyni qo'llagan yerda bir imzasını qaytırıp aldı. Qaytırıp algandan keyin hamda Xitoy bu Qatarni yeniga tortish uchun mujna bir heyet avtyapti. Hamda shu xalqaro diplomasiya sahnalarida Qatar bilan yaqin munosabat qurishga tirishyapti va ularga bu Uyg'ur terroristlarga yardım qilmanglar, bildirmanglar degandek ajnaq diplomasiya bisimni ishlayapti. Hem de Katar bilan Xitoyning nurg'un shu ticari munosabatlar bor. Çünkü Katar enerji jetdan bo'lib, tabiiy gaz jetdan naytı bay. Shuningga ham Xitoy o energiyaga ehtiyoj bor, hem de bu Katar mı Xitoydek bir bozorga ehtiyoj bor. Shuningga Xitoy shu Katarni qo'lga tushirish yoki o'zining tarafiga tortishninki yo'lini izlayapti deb o'ylayman. Ama bu heyetinin birip üyede görüşüş ve üyede bir sohbet kılış bir netice alamaydı deb mi oylayman. Çünkü Katar bu ahvallarını bilip olan bir devlet. Bundan başka Katar mı şu Arap devletler mi okşaş siyasetine ilip bağmaymadı. Yani özge has, özge boğan bazı siyasetlerini, başka siyaset olsun, meyli enerji siyaset olsun ve rayondaki xavfsizlik siyaset olsun, o rayondaki pagan devletlerle okşamayın. Şununla bence Xitoy pek netice alamaydı bu meselede deb o'ylayman. Xi Jinping Amerika savdo urushini qo'zg'asa inkas qaytarishdan yanmaydiganligini bayon qilib, Amerika qo'rqoq solgan. Sizningcha Xi Jinping bu savdo urushiga nisbatan ishonch bilan kurashga otilmayaptimi yoki quruq teri taraqshityaptimi? Bence bir pozitsiya ko'rsatish, ya'ni irodasini ko'rsatishga tirishyapti. Ya'ni biz bu jangdan qo'rqmaymiz. Burunmi deb kelgan. Burunmi shu g'arbliklarmi degan, g'arbliklarningki diniy madaniyatida shu shaplaqla o'ng yüzünü ursa, sol yüzünü tutub berdi. Biz deganni undaq qilmaymiz, har ikki taraf uramiz deb ashundaq bir gaplarni degan. Ama shu davom bo'layotgan jarayonda ko'ryapmizki, Amerikadan ko'plab shu ochliq ilishga va po'rchoq ilishga tirishyapti. Demak ki, o no'chilik va po'chilik ishga yarmaganligini ko'ryapmiz. Ya'ni Amerikaning bisimining bir natija ilayotganligini. Ama bu netice tam kutgandek bir netice emas hamda. Ama Xitoy tarafdan yumshaganligini ko'rsatadi. Fakat shunda turib, Xi Jinping yana shunda nimishga
irodasini ko'rsatadigan yo'g'on gapni deydi. Bu aslida Xitoyningki ichki jamiyatga davotgan bir gap deb o'ylayman. Chunki Amerikaning bismidan ko'payli ular ba'zi tavizlarni, ba'zi imtiyozlarni berishga boshladi. Shuningga bu Kommunist partiyaga bir manfiy ta'sir yetkazdi. Buning oldini olish uchun, jamiyatni bir xotirjam qilish uchun biz Amerikaga hozirgacha yana shunday novchilik qilyapmiz, yana Amerikaga qarshi chiqyapmiz. Biz yanada cho'ng davlat deb Amerikaga qarshi emas, shu Xitoyningki jamiyatiga qarshi davotadi deb o'ylayman. Agar nima uchun jamiyatga qarshi deydi, demakki jamiyatdan bir inkos bor degan gap. Jamiyatda bir rahatsizlik bor degan gap. Agarda bundaq bir rahatsizlik bo'lmasa, jamiyatga bundaq hitop qilishning hojat yo'q deb o'ylayman. Hozirgi bu Xitoy bilan Amerika orasidagi shu savdo urushining 3 qadam bilan hal qilaylik deb planlayapti. Ya'ni birinchi qadamda hal qila oladiganlarni bir hal qilaylik. Ondan keyin munosabatni uzmay davom qilaylik. Ondan keyin o'tirhal hal qila oladigan ishlarni hal qilaylik. Bu ikkinchi qadam. Oxir qadam kelgan chaqda ondan keyin bu qiyin bo'lgan ba'zi masalalar va uni bir hal qilaylik. Bu aslida Xitoyningki bu jarayonni uzitish taktikini ishlatyapti. Yani ileride yıl Trump saylansa, yani şu 3 qadam bilan mağmız, eğer de saylanmay qalsa, başka bir Xitoyga bunda bisim işletmeydiğen bir prezident bo'lib qolsa, onun için bu 3 qadamni tashlash, yani aşınınki koydu. Ama Trump bir taraftan külüp durup, benim dostum Xi Jinping naiti moyun bir adam, menimki ağinam deb turdi. Bir tarafdan şu bisimni texmi kuchlantirib, Xitoyni bir aram qilyapti. Xitoy bir aram bo'lyapti bu Trump. Shuningga bu masala tehi davom qilgandek turdi, ama şu savdo urushining yaratgan boshqa meseleler var. Misalga şu Xitoyningki yüksek teknolojiye karşı Amerika'ningki bisimi var. Şu 5G degan şu teknolojiga Amerika'ning bisimi bo'lgandek, Amerika şu İngiliz, Kanada ve Germaniya degandek cho'ng davlatlarga bisim ishlatyapti, sizlar ishlatmanglar. Ve Xitoyningki burun bir projesi vardı, şu Made in China 2025 degan. Yani bu 2025'gece 10 sahada en yüksek teknolojini qo'lga tushirish. Misali hozir Xitoy buni tilga olmaydigan bo'ldi, çünkü Trump hokimiyati shu Zhongxin ve Huawei degan ikki shirkatga bisim ishlatgandan beri biz o'rgandikki, aslında Xitoyningki en nazik ve en yüksek teknoloji Amerikadan kelganligi. Yani Amerika bisim işletken takdirde Xitoyningki tez kunda qoldiganligini ko'rdi. Ama Amerika uzun bir mezgilde şu Xitoyga ba'zi vaqt ve fırsatni bergan bo'ldi. Shuningga hozir şu Huawei şirketi o'z oldiga şu xalqaro bozor tepib o'zining malini sota oladigan bir holiga kelib qoldi. Hamda ishlab chiqargan bu teknoloji mahsulotları nurg'un davlatlarda ason sotilyapti. Çünkü sen cidden deganda hamda yüksek teknoloji bo'lsa, Amerikaning bisimi belki %100 bo'lmaydi, ama Xitoyni bir aram qila oladigan bir holiga keldi. Bundan başka şu Xitoy Komünist Partisining o'tirib qo'ygan Xitoy siyosetini bo'libmi şu iqtisodiy, ticari siyasetini o'zgartish. Çünkü Amerika şunu düşündü. Xitoyningki Yeni İpek Yolu projesi bilan birlikte bundan keyin dunyoninki iqtisodiy ve ticaret haqni Xitoy qo'liga tushirdi ve bu sahadagi foydalarni Xitoy o'rinlaydi. Xitoy o'rinlab ketgan vaqtida Amerikaning iqtisod jihatdan
Xitoy bilan teng baravar bo'lamaydigan bir ahvol bo'lib qoldi. Shuningga bu ticari urushlarningki, shu savdo urushlarningki yaratgan boshqa masalalar bor. Yig'ib kelgan chaqda aslida Roma degan, ya'ni yuksalib kelgan ikkinchi kuch birinchi kuchga maydon o'qiydi. Bu tarixdan kelgan bir qoida. Maydon o'qigan vaqtida Amerika'nınki bir müteassi bunu bu hakkında bir kitap mı yazgan. Onunki izlep tapqanға qaraganda şu kinki 500 yılının içinde şu ikinci güç birinci güçke meydan okugan 16 kıtım ahvalı var. Onun 12 kıtımı şu can ile kan ile tüketti. Qağanları hem de misalga İngiliz yüzünki şu hegemonya güç yani dünyadaki bu kudretli güçünü Amerika ötküzbegen vaxtıda uruş cidel çıkamadı. Ama olanınki okşaydıgan tarafları köp. Siyasi olsun, dini olsun, örf adet, medeniyet degende. Ve ola bir-birisiyle sözleşip bunu düşünüşeleydi. Ama Xitay biraz farklı bir millet bizde. Hem medeniyeti, kültürü ve siyasetimi okşamaydı. Bu okşamasılık köpüncü zamanda canınınki bir sebebi mi bu kalıdı? Ama şimdi çok bir can açamaydı hazırca da durum degen. Şununla jığıp gelgende iki devletinin cideli hem de 21. asır boyunca devam kılıdı dep oylayman. Hong Kong namoyishchilari Uyg'urlardek oqibatga qolmaslik uchun oxirigacha kurash qilamiz deganini bildirgan. Amerikada Hong Kong kishilik huquq va demokratiya qonunining ma'qullanishining Hong Kongliklarga qanday foydasi bor? Bu Hong Kongliklar için Hong Kong'daki demokrasi ve insan haklarını qoğdaydigan bir kanun. Eğer Hong Kong şu 97'den 2047'gacha bu 50 yılın içinde demokrasi tüzümü, kanun tüzümü ve demokrasi tüzümü eğer de özgürlüğün takdirde Amerika Hong Kong'luklara bergen bazı imtiyazlar var. Siyasi cepten Hong Kong'u bir Xitay'dan ayrı bir hakimiyete gördü. Bu görüşle birlikte Hong Kong'luklara bergen imtiyazlar misalga vize birişi misalga. Bunu rahat bir eleydi. Onundanki nurgun jığınlara ve mühim iktisadi yığınlarıma çağırıldı. Yani Xitay'nıma çağırdı, Hong Kong hükümetinin adamlarını veya onların müteessislerini çağırdı. Eğer de Hong Kong'daki bu tüzümler bozulup kalgan takdirde o zaman Amerika bu imtiyazını vermeydi. Bu da ki Hong Kong insan hakları ve demokrasi kanunu aslında 92. yılı Amerika'nın çıkargan Hong Kong siyaseti hücceti degenin ki bir güçlendirgen bir kanunu. Çünkü 92'de çıkargan Hong Kong'a karşı çıkargan kanun bir cezalandırış bir nimisi yoktu, bir maddesi yoktu. Bu da ki de bunda bir madde var. Yani eğer de Hong Kong'daki demokrasi, insan hakları ve kanun tüzümü, cemiyet tüzümüge ziyan bergen her kanda emeldarlarının Amerika'daki pulunu tonduruş ve Amerika'daki pasa onu tutuş ve başka devletlerge tavsiye kılış şekliyle ulağa bir ceza biriş. Yani ulama Amerika'ma kilemeslik bir halıga ekiliş. İgendek bunda cezalar var. Ondaqda Hong Kong'unki misalga çıkırvatkan bir kanun bile namayışlar bop ketdi go, yani bu cinayetlerini qaytırış. Misalga şu kanunu icra orunlap ve icra kılmen degen her qanday bir ameldar bolsa Amerika her fırsatda bunu ceza berishga tirishidi. Ondaqda yalnızla Xitoy emas, Hong Kong ameldarlarının şunga tabiiy bo'lib qoladi. Bu yerda bu qonunning, ya'ni yangi chiqargan qonunning yalnızla şu Amerikaningki o'zining ichki qonunga bog'langan emas ve xalqaro qonunlarningki moddalariga bog'langan. Misalga 48. yılınki 47. yıldaki
insan hakları kitabı var Birleşken Devletler Teşkilatı. Onun ki 66'da şu grajdanlık ve insan hakları ve cemiyet halkının ki erkinliği degandek bir kanun var. Aşılarının ki maddelerini bağlavadıdır. Yani Amerika'nın içki kanun bozma, ama halkara kanunun maddesiga bağlanğaçqa bu içki kanun halkara kanunun ki bir alaydılığını mı tuşvadı lazım. Yani Hong Kong eğerde bir namoyish qilib, undan keyin shiddat bo'lmagan namoyishni qilgan taqdirda agarda bularga bisim ishlatgan, masalan soqchi idorasi bo'lsin, siyosiy idoralar bo'lsin, buni qilgan taqdirda bu qonunning maddasi ishlashga boshlaydi. Endi bu qonun agarda prezident tarafdan imzo qilingan taqdirda şu 3 ayının içinde Hong Kong hakkında bir dokladını sunuş lazım. Yani Amerika'nın Tashqi İşler Ministerliği Kongreye, Amerika'nın meclisine o dokladını sunuş lazım. Meclis ondan kim bunu tekşirer. Bütün şu biz talep kılgan madde ve maske aldı mı, maske almadı mı dep durup ondan kim hükümetke yani Tashqi İşler Ministerliği bazı talimatlarını berdi, bazı tavsiyelerini berdi, müştak kılınladı. Şununla Hong Kong bu kanun çıkan ki Hong Kong hakkında bir işhan mı kuruldu? Bu işhanda işleyenler devamlı Hong Kong'da neyim oldu, neyim olmadı diyendek şu meselelerini takip kıldı. Hong Kong bu mesele bile yani 1984'te İngiltere ile Xitay arasında imzalaşan bir deklarasyon var. Yani beyanname var. Bu beyannamenin Xitay tarafından icra kıldı mı, kılmadı mı, onu mu tekşiriş tirişidir. Bunda olan vaxtda da Amerika'nın bu da çıkaran kanunun dairesi biraz keng buluyordu. Ama Xitay dedi bu çıkaran kanun yalnızla bir kağıt değil. Demek ki Xitay hazırdan başlapla bunu tanımayman deydi. Eğer de rastla bunu tanımaydıgan bolsa Amerika hem de çıkaran kanunu icra kılışka doğru dedi. Eğer de President Trump imza kılgan takdirde. O vaxtda da Hong Kong meselesinden töpeyli Xitay ile Amerika'nın ki münasebeti yani Hong Kong'dan töpeyli tekimi jirikliş başlaydı da oylayım. Bunun bu meselene, Hong Kong meselene bir ideoloji uruşunun ki terkibine iliş mümkün. Çünkü Hong Kong'da G'arbliklarni kabul kılgan, G'arbliklarni oturup koygan, şu kıymet karaşlar var. Hong Kongliklar mı bunu kabul kılgan ve kanunları ama yazılgan. Şununla bu G'arb devletiyle Hong Kong arasındaki şu ideoloji cetten, şu kıymet karaşlar cetten, okşaşlıktan tüpeyli G'arb devleti Hong Kong'u kollaygan bir ahval mı payda oldu? Bu mu Xitay bilan bo'lgan munosabatida yeni ideoloji urushuma o'ttirg'i chiqib kelishi mumkin. Budaki qonunda yana bir mesele nima o'ttirib qo'ydi. 1990'da başlayan ve 1997'de ondan keyin qonun bo'lib icra qilingan Hong Kong Esas Kanunu var. Bu Hong Kong Esas Kanunu'ndaki bazı maddelerini şu Amerika çıkaran kanun takip kıldı. Eğer de şu Hong Kong Esas Kanunu'nda yazılıp ama Hong Kong hükümeti bunu icra kılmay ya ki bunun təsirini kılgan takdirde mi Amerika yani bunu bana kıptırıp yani Hong Kong'a bir bisim işitlerleydi. Bu kişilerini cezalaş, onların pulunu tonduruştan başka Amerika Hong Kong ile bir ticari münasebeti var. Bu ticari imtiyazını mı belki tontup koyuş mümkün. Amerika'nın ki şirketlerinin ki Hong Kong ile olan ticaretini mi tutuş mümkün. Amerika'nın Hong Kong'daki şirketler eğer de şunda kıyınçılıklara
uchrab qolgan taqdirda Hong Kong hukumati ya da Xitoy hukumatining bisimidan tufayli Amerikaning buda chiqargan qonun yanıla Xitoyga bir ticaret jihatdan, iqtisod jihatdan bir jazo berishninki bir moddalarimi bor. Yana yig'ib kelgan chaqda budaqda chiqargan qonun Hong Kongninki mavjudiyatini qo'g'dash va Xitoyninki Hong Kongda qo'lni silish va Hong Kongni kontrol ostiga ilishning oldini to'sash mahiyetinde olan bir kanun de görünüyordu. Ama hazır teki bu icraatta teki başlama denmedi. Bununla birlikte yani iki kanun kütüp durmadı. Birisi Uygur İnsan Hakları Kanunu, birisi Tibet ile olan münasebetini güçlendiriş kanunu var. Eğer de bu ikisi yanı çıkıp kalgan takdirde bu vakti de Amerika'nın şu Hong Kong, Tibet ve 79'da çıkaran bir Tayvan bilen münasebet kanunu var. Onun dinkin yanı çıkaran kanun, Tayvan'la Qoğdaş kanunu var, bu çıkaran. Ularla birlikte Xitayga bisim işildiğen nurgun şu esvab ve kozur payda bo'lgan bo'ldi. Yani Hong Kong, Uygur, Tibet, Tayvan degandek. Bu Asya Tinch Okyanus'da Hindistan, Japonya, Filipin degandek, Endonezya, Avustralya, Yeni Zelanda degandek ular bilan teşkillenayotgan bir Indo-Pasifik stratejiya degan bir başka bir ish bor. Ularni so'zlashmadik. Ya'ni yig'ib kelganda Amerika Xitoyni her tarafdan bisim ostida ep turib, Xitoyni Amerikaga ma'qul deyishga va Xitoyni shundaqla xalqaro qonunga bo'ysunishga zo'rlayotdi deb o'ylayman. 2019 yıllık Dünya Bexatarlik Munbiri 22 noyabr Kanada'daki Nova Scotia ülkesinin Halifax şehrinde başlandı. Bu yığınğa 80'den artıq devletten vekiller katılışıdığan bulup, bu vekiller her qaysı devletlerinin yuqur derecelik emeldarları işken. İgelişimizce, Dünya Uygur Kurultayının reisi Dolqun Eysa Efendi bu yığınğa teklif bilen katnaşkan. Endi sizden soraydigan sualimiz. Bu yığınğa Dünya Uygur Kurultayı reisinin teklif kılınışı nemin düşündürdü? Bu yığın qandaq meseleler muzakir kılındıgan ve qandaq meseleler üçün karar ilindigan yığın. Şununla bir düşünce belgen bolsanız. Bu Halifax Xalqaro Xavfsizlik Forum, yani müzakere, muhakeme kıldıgan bu yığın 2009'da başlagan. Çünkü 2008'de şu iktisadi kriz çıkandan keyin bu iqtisoddan tufayli ba'zi davlatlarninki xavfsizligiga ta'sir etadi va bo'libmi yuksalgan bir Xitoy shu dunyoga nimalarni akildi, nimalarni olib ketadi degandek shu maqsad bilan qurilgan bir minbar hamda. 2009'da Xitoy temasini mo'yin bir tema deb muzokara qilgan. Bizlar 2009'da Xitoy, yani Made in China, meydan o'qish va fursatlar degandek temada muzokara qilgan. Ondan keyin har qitim shu 11 qitim bo'ldi-ku. Har qitim shu Xitoy temasi bordi. Hamda buda hamda şu Hong Kong meselesi, Uygur meselesi, Tibet meselesi budaqı bir çoğun bir mesele bulup dünyanın dikkatini takkan bir mesele. Bu arka görünüşüyle birlikte misalga şu Dünya Uygur Kurultayı reisi Dolqun Eysa Hanım'a çaqagan, onundaki Tibetlerninki bu hükümetninki reisi bo'lgan Losang Sangay nima chaqagan va shundaqla Hong Kongninki Demokratik Partiyaninki tashqi ishlarninki reisi Liu Huiji deganlarni chaqagan. Ya'ni shu Xitoyninki yaratgan xatarlik bilan birlikda shu rayon abaqa degan Tibet, Hong Kong, Uygur rayonlama bir Xitoyninki zulmiga uchirgan va
bu meselemi aslında xavfsizlik meselelerini yaratadigan mesele. Bunu mu müzakereye alaydı bir müzakere temisi kılıp ve ebeki ben diyen şahslarını bir çaqaganımdı. Bular hem şu yüzününki sahip olan malumatlarını oturup koyup durup o jığınınki müzakereye bir koşumcu bir tövbe koşkan oldu. Bu jığın şu köpünce şu askeri şu harbi şu sahadaki adamlar mesela generallar. Onun strateji mütehassisler ve şundakla şu iktisadi işlerle şoğunluğun fabrika şirketi boğan müştak adamlar birlikte xavfsizlik meselelerini tartıştırgan, talaş tartışıldığan bir nima münberdi. O da ki time, Xitay'nınki time, Xitay hakkındaki time olsa, Xitay'nınki harbiy güçünün ve iktisadi güçünün yükselişi ve şundakla Garp devletlerine eğilip kelgen tehditler de vardı. Bunda tehdit diyen kelimelerini pek işletmezdi. Tesiri degende bunlar yumuşak isimlerini işletti. Bu da tehdit hep uç diyen karganda Garp devletler Xitayga boğan göz kararışla özgürvatkanlığını körü aldı. Onun mümkündeydi bu Xitay'ın yaratkan bu tehditke karşı Garp devletler kandak bunlara inkas bildiriş lazım diyendek bu meselelerini müzakere kılıngan oldu. Tabii bunda minberlerdeki talaş tartışlar o sırtqa uçuk olganlarını okup köreleymiz ama yıpık olan jığınlarda nemi talaşkanlığını pek bilip gitmeymiz. Ama bu jığın xudu bu Xitayga karşı bir Garp devletlerine bunda bir cephe şekillendiriş meselesi bunda körünüşme peyda buluyordu. Kanada'nınki Mutafiye Ministri bu jığının Xitayga karşı bir grup şekillendirişemez. Xitay bilen yaxşı münasebet kuruşma moyum degan gapni davadı. Hem de siyasette her xil gaplar boludu. Bu ichkida qanday müzakir qildi, tashqida qanday ifoda qildi bu siyasetçiler yaxshi bildi qanday so'zlash meselesini. Bununla o'xshaydigan yana bir iqtisod o xavfsizlik bilan munosabatlik bir minbar va bu bo'lsa her yıl 2. ayda Münih'te, Germaniyanınki Münih şehirde içildi bu. O hem de devletinin adamları köperek ketildi. Minberge hem de hükümetin adamları köperek ketildi. Ve müstakil şu askeri ve strateji mütehassisler köperek ketildi hem bir minber. Eğer de birleştirgen vaxtıda birincisi biraz siyasi eğrilikte, ikincisi ilmi cepten eğrilikte. İkisini birleştirgen vaxtıda hemmisi şu Garp devletinin Xitayga karşı qanday bir çare ne tepip çıkımız degan bir minber hamdi. Minberninki ehmiyeti nima deganda tabii bu minberninki bir nima cezalantirish yoki ijro qilishninki bir kuchi yo'q. Ama ideya jihatdan bular to'liq bir yerga kelib so'zlashgandan keyin ideya jihatdan bir müşterek, bir ortaklıkni paydo qilib bo'ldi. Yani bu devletler misalga Amerika, Fransiya, Germaniya, Ingiliya, Avstraliya, Japoniya, Janubiy Koreya, İsrail, Hindistan, Singapur degandek hatta Tayvan, Hong Kong ve Tayvan'da mı mütehassisler geldi. Misalga bular birlikte bu meselelerini müzakere kılgan cereyanda ayrı dünyanınki ayrı yerde yaşayan olsa bularning bununkin Xitayga karşı ilip vardıgan siyasette ortaklık bir alaytligini mi göstermeydi. Çünkü bu yerde bir fikirninki bir ortaklık buluyordu bu yerde. Yani müşteri bir akıl ve müşteri bir göz karaş bir yerde şekilleniyor.
Bu cihetten degan vaqtida bu yig'inninki bir ahamiyati var. Ahırda sizden soraydigan sualimiz, Uyghur Tədqiqat İnstitutu tərəfindən orlaşdırılğan 4-cü növbətlik strategiya yığını Gollandiyada içildi. Bu yığınğa dünyanın hər qaysı joylarındakı Şərq Türkistan təşkilatları qatnaşdı. Siz Uyghur Tədqiqat İnstitutu müdiri buluş sübutiniz bilan bizga Uyghur Tədqiqat İnstitutunun quruluş məqsədi, ilib bağlan xizmətləri və bu qitimliq yığınның əhmiyyəti, roli, şundaqla hərəkət nişanları haqqında biraz düşüncə bergan bolsanız. Bu enstitününki quruluşununki məqsədi misalға bir dava ilib berivatımız, dava ilib beriş üçün faaliyet mühim buludu, siyaseti mühim buludu ama bu siyaset ve faaliyetke bir ilmi cetten bir koşumcu tövbe koşuşka bir mecburiyet bu. Eğer de bir hareketninki, bir davanınki mengisi bulmagan takdirde bu işine bir neticelik, bir ahırlaşış biraz kıyındır. O tarihteki bütün şu siyasi faaliyetlerde ve hazırki devletlerinin ki özünün siyasetini, ilip bağlan siyasetinin ki şu neticelik buluşu için muşunda minga ihtiyaç vardı. Bu sebepten tüpeyli bu enstitü kurulgan ve bizden enstitüme şu bir think tank. Think tank'dek işleydiğen bir halığa ekilişe tırışvatımız. Çünkü az karısak bütün devletlerde think tank var. Misalga dünyada 7000 dek think tank var ama Amerika bununki 20'den köpelik. Amerika çok devlet. Amerika başka devletler karğanacakda tarihi pek uzun emez. 1860'lardan itibaren şu Kaptan Mahan'ınki deniz hakimiyeti stratejisini oturup koygandan beri Amerika şu ideyalarga tayinib durup Amerikadek bir devlet oldu. Ve ilgar fikirler, ilgar göz kararlar hepsi Amerika'da peyda bulundu ve Amerika'nın bu mütehassislerinin belgen fikirleri Amerika'nın güçlendiriyordu ve Amerika'nın bununki mangan yollarını gösteriyordu. Ona okşaş şu çoğ devletler, misalga İngiltere. İngiltere'nin kime en çoğ bir think tank var, Chatham House deydiğen. O ya hem de İngiltere'ni qanday mağdı, qanday mağmaslık lazım degan fikirlerini berdiğen ya. Akıl berdiğen ya, fikir berdiğen ya. Rusya'da mı var, Xitay'da mı var, Avustralya'da mı var, nurgun devletlerde var. Ama qanday mutahassisler ve qanday meselelerini tahlil qilish ve onundan bir göz qarash chiqarish ve fikir chiqarish, onu ahir berib siyasetga aylandirish bu mutahassislarning qobiliyatiga bağlandı. Shuningga bu chetdan yetishgan odamlar bo'lish lazım. Bizning enstitütimiz shu adam yetiştirish ve think tank'ninki bir rolini oynash, yani davaga bir ilmiy chetdan yardım qilish maqsadi bilan qurilgan. Ama biz tege yeni başlıgaçta tege nurgun kamçılıklama var. Bu tür think tanklar hemmemiz bilimiz. Bununki belgen fikir bile ve şundakla kösetken yolu bile onunki bir neticesi, yani bu enstitüdeki var ve yok mevcudiyetini qoğdap kaldırgan bir mesele. Şununla sağlam meblağlar hemen görünmeydi. İcraattan yani 10 yıl, 20 yıldan keyin göründü bunun neticesi. Belki hemen görünmeydi. Hatta şaraytta hem de nurgun devletler, kembegal devletler bununla bekçik pul sepk etmeydi, yani meblağ sepk etmeydi. Şu çoğ devletler korkmay bununla meblağ saladı. Alayda mütehassisler var. Alayda diginim hem de o akademikteki ilim emez. Akademikteki ilimni praktik ilimge aylandıralaydigan adam lazım. Ve bu mütehassis degan vaqtida mayli qaysi kesibning, mayli qaysi devletga qarta mütehassis olsa, o devletning, o rayonning en başta tilini bilish lazım. Ondan keyin o devlet ve o rayonninki tarihi, felsefesi, medeniyeti, kültürü,
şu turmuş ve şundaqlı psikologiya bilan birlikte o'ttirib chiqqan badan tili degandek muşlarni bilish lazım. Bunu bilgan taqdirda ondan keyin davlatga yoki tashkilotga bunda ras ve ishga yaraydigan fikrlarni, ko'z qarashlarni belgili bo'ladi. Shuningga bu da'vo cho'ng'iyotdi. Davani xalqaro sahnalarda ilib berish uchun bundaq bir institutga ehtiyoj tuyulgan. Ama hazır biz endi başlagan bo'ldik. Uzun mezgil müzakere qilgan, ama bunu icraat qilishda, yani faaliyet qilishda biraz geç qoldik. Yani davanınki mavu mingishiga qarab davatını. Hazırgacha biz 10'a yakın tercüm kılınan bir işki dokladdan başka, kalan dokladın hemsini özümüz yazdık. Misalga bugünkü xalqaro vaziyat ve teşkilatlarının rolü, teşkilatlarını tahlil qilib, ularninki ortiqchiligi ve kamchiliklarni analiz qilgan. Onunğa o'xshash hozirgi vaziyat ve Xitoy nega qarab mangdi, onundan keyin xalqaro vaziyat bilan birlikte da'vo qanday qarab mangdi degandek. Onundan başka misalga şu genosid degan, soykırım degan şu teminimi bir doklad qilib tayyor qilgan. Bununki belki bu hakkında savollar keladi, çünkü genosid deyish uchun xalqaro suddan qaror berish lazım. Yoki xalqaro Birleşken Devletler tarafından bunu tonuş lazım. Yani bu genosid Türkistan'da soykırım buluvatıdı depçi. Şununla bunu aldırıp oturup çıkarılı olmaydı. Bu payda xalqaranın paydası. Ama biz ilmi cetten şundaq soykırım buluvatıdı dep onu oturuğa koygan. Onun dokladını bu yılın 5'inde izleyip çıkan İngilizce ve Türkçe iki nüsha qilib ve bazı tədqiqatçılar şu dokladdan faydalanıp özünün makalesini yazıyotganını görüyoruz. Şunun o'xshash misalga Xitoyningki aqtashlik kitapga javob berish, Xitoyningki boshqa bir aqtashlik bo'lsin, boshqa tashlik bo'lsin, bunda kitaplarga javob berish degandek bir vazifamiz bor. Misalga şu bir ayning ichida balki bitirimiz bizningki ko'p tashlik kitap chiqdi. Yani Türkistan'ın tarihi bilan munosabatlik meseleler depçi 7. chiqqan o'xshash temada bo'lgan bir aqtashlik kitapga bir javob endi. Endi bunun cevabını bergan vaqtida yolg'izlar radiya emas. O'zimizningki bir ko'z qarashi, o'zimizningki bir tarix ko'z qarashimizni ve shundaqla bu Sharq Turkiston rayonining Xitoyningki emasligini ve Xitoyning Sharq Turkistonni boshqargan haqqining bo'lmaganligini, qonunsuzlik bo'lganligini, hatta berib hozirgi Xitoy hokimiyatimi bir qonunluk, yani qonuniy bir devlet bo'lmagan, yani buningki haqqi bo'lmaganligini, ularni hammasini o'ttirib qo'yib turib, ondan keyin Xitoyningki Junxo millati degan bu hukumning ichida Uyg'urlarning bo'lmaganligini ve Uyg'urlarni her zaman kamsitish ve sal qarab, pes qarab qilganligini, bularni hammani o'ttirib qo'ymoqchi endi. Shunga o'xshash ba'zi nimalarmi bor, yig'inlarni aytyapmiz. Misalga Xitoyningki İpek Yolu ve Uyg'urlar deb. Buni Türkiye'deki bu teşkilatlarınki adamları bilan Türkiye'deki mutaxassislarla birlikte ilib beryapmiz. Bazı faaliyetlerimiz bor, şu bizningki tarihi bazı kunlarni şu hatırlash. Misalga 4. ayının 8. günü bizning Milliy Armiya kuni. Misal onu ilmiy jihatdan tadqiq qilib buni hatırlash. Ve bazılarda şu Sharq Turkistonda bo'layotgan o zulmlarni Türkiye'ye to'ntish uchun Türkiye'ninki mutaxassislarla, bizning mutaxassislarla birlikte yig'inlarni ichib şu Türkiye'ninki jamiyatiga uchurlarni berish ve ularninki qo'llashini qo'lga tushirishga tirishyapmiz endi. Hem de bu yani bir yığınımız şu
habersiz degandek strategiya muhokama yig'ini. Aslida buni men shaxsiy nom bilan chaqirib kelayotgandim va qatnashadigan odamlarning hammasininki kimligi o'ziga vakil qiladi. Ya'ni tashkilotning raisi bo'lsa, tashkilotning raisi emas. Shaxsiy kimliklar qatnashadigan bunday bir yig'inni o'rlashtirdi. Chunki agarda shu kimliklar kelib qolgan taqdirda balki yig'in yaxshi ma'maslik mumkin. Bu yerda talash tortishda men rais, sen jim o'ta deydigan bunday bir ahvol chiqmasin deb hammasi mumkin shu shaxsiy kimliklar chaqirib kelgan. Üçünü şunday qildik, ama bu nimamiz institutimiz qurilgandan keyin institutning nomida chaqirgan bo'ldik. Biraz rasmiylashgan bo'ldi. Bu daqiqa 4-yig'inimizda shu kelgan mutaxassislar bo'lsin, mayli tashkilotningki odamlar bo'lsin, bular burungi 3 qitim qatnashganlar orasida. Ularning dilini qargan chaqda bu 4-chisi texmo önümlük bo'ldi deb inkoslar bo'ldi. Hamda bu daqiqaningki temalarni, muhim temalarni tanlagan. Hozirgi shu mavjud xalqaro tuzumning nega ketib qolganligini, chunki hozir 45dan beri Amerikaning qurgan xalqaro sistem va shu dunyo tuzumi buzilyapti. Bu bozulgandan keyin bir yerga qarab menish lozim. Kim agarda baldur yo'lni ko'rgan bo'lsa, u yetaklaydi. O yetaklash uchun cho'qim buningki iqtisodiy va armiyatdan bir kuchi bo'lish lozim. Davlat kim, qaysi va bizni nagicha olib turadi degandek shu masalalar, ya'ni dunyo nega ketib bordi deganni, bu masalalarni siyosiy, xavfsizlik, iqtisodiy, tijorat degandek nurg'un temalar bilan birlikda buni bir muzokara qilgan bo'ldik. Va bu xalqaroningki vaziyatninki nega qarab manganligini ko'rib turib, bizning da'vo hamda qanday mangdi, qayerga qarab mangdi, xalqarodan kelgan bu ta'sirlar bizningki da'voga qanchalik bir manfiy yoki musbat bir ta'sir bera oladi degandek shunday masalalarni tahlil qildik. Bundan boshqa nurg'un bundan keyin tashkilotlar yoki Uyg'ur shaxslar qila oladigan nima ishlar bor degandek ba'zi masalalarni muzokara qildik. Misoliga sosyal medyada qanday faoliyatni ilib berish degandek, bunga qanday bir kuchni shakllantirish, bu da'voninki tashviqotini qanday ilib berish, bu yo'lda, bu zaminda qanday ilib berish. Sharq Turkiston masalasini biz bütün insanlıkning masalasiga aylantira olamizmi? Misoliga Sharq Turkistonda ko'rgan zulm aslında bütün insonlikqa qilgan bir zulm. İnsanlık bunday zulmni buningda haq etmaydi deydigan turkcha ketib qoldi. Bunday masalani muzokara qildik. Undan keyin Uyg'urlarningki ikki kimligi bor. Birisi musulmon, birisi turk. Acaba musulmon dunyosini birlashtira oladigan bir nokta bo'lalamdi Uyg'ur masalasi. Türk dünyasının hammasini sahip chiqadigan va shundaqla Türk dünyasini birlashtira oladigan bir noktaga aylantira olamizmi degandek shu masalalarni muzokara qilindi. Agarda Sharq Turkiston masalasi bütün insonlikning masalasiga aylanib qolgan chog'da, u vaqtida bütün dunyodan kelgan destek va hissashiliklar bo'ldi. Bunu qanday qilish lozim degandek muzokaralar bo'ldi. Agarda biz shu Uyg'urlarning tortayotgan zulmni insonliklarningki bir aybi degan holiga kelgan taqdirda, u vaqtida Xitoyningki hozir ilib berayotgan bir muhim bir siyosati bor xalqaroda, ya'ni insonliklarningki taqdirini, insonliklarning taqdiri birligi deydigan bir
siyosati var. Yani men Xitoy qilayotgan bütün siyosetlar aslında dünya xalqininki taqdiri bilan munosabatli demoqchi. Agar bu zulm, Uyg'urlarni tortayotgan zulm, insonliklarninki aybi bo'lsa, Xitoyninki qilayotgan bu dunyoni o'ziga jalb qilayotgan bu siyosati ondan keyin aciz qiladi va yo'q qilish mumkin. Bu chetdimi bir nimalarni muzokara qildik. O misolga Uyg'urlarning birligini qo'g'dash uchun milliy mafkura va shundaqla milliy qimmat qarashlar masalasi bor. Bularni darhol shu ziyolilar o'tirg'i qo'yishga tirishmoq lozim degandek masalalarni muzokara qildik. Ondan keyin Uyg'ur masalasini shundaqla Uyg'urlarninki yashayotgan davlatlarninki tashqi siyosetning ishiga kirish masalasini qanday qilib qanday ilib boramiz deganini muzokara qilgan bo'ldik. Misolga yana bir masala bor. Zulm AQQdan kelyotdi. O birinchi qitim bu zulm xabari kelgan chog'da hammamiz shu dahshatga tushib ketdik. Ya'ni qanday bo'ladi deb. Ama AQQdan kelgandan keyin insonlar normal holiga ayrılıyotir endi. Bunun aldığını iliş, yani yeni normali halini aldığını iliş için qandaq bu nima şu zulmni qandaq anlatış ve siyasi jihatdan, iqtisod jihatdan, xavfsizlik jihatdan, adabiyot jihatdan, tarix jihatdan qandaq anlatış meselesi var. Yani bizning avlodning keyingi avlodlarimizni qanday anlatış bo'lmasa Şinsey jallatdı neçe sanını mı bilmeyimiz misalga 100 bin tek adamını öldürdü deyimiz yok ama onun deliller çalar. Şununla bu kinki evlatlara Şinsey'ninki bu zulümünü anlatışma kıyım buldu. Şununla hazırdan başlapla tatvatkan zulümlerini bunu bir tarih kılıp yiziş ve bunu bir evlatlarını terbiyeleş için bir yiziş degandek mush meseleler müzakere kılındı. Ondan keyin Hong Kong, Tibet, Tayvan degandek meseleler ne ko'ryapmiz. Hatto bularni bir bütün deb ko'ryapmiz. Biz ayrı ko'ryapmiz. Shunga biz qanday g'arbliklardek bir bütün holida qarash. Bütün qaragan vaqtida bizningki faoliyatma birlikda bo'la oladi. Ayrı qaragan vaqtida şu nima faoliyatlarni ayrı bo'lish mumkin. Shuni siyosiy jihatdan qanday birlikni hamkorlik birligini qanday hal qilish masalalarni nima muzokara qilindi. Hatto shu Birleşken Devletler'e kuzatuvchi statusini qanday qo'lga tushirish, hatto shu nima Hollywoodda Uyg'urlarning tatgan o zulmni qanday bir film qilish degandek nurg'un masalalarni muzokara qilindi, nurg'un fikrlar tushdi va ba'zilarini hozircha qilolmaydiganmiz, keyin qila oladiganmiz deb ba'zi masalalarni bir qancha qadamga ayirib qilaylik deb shunday bir nimalarni muzokara qildik. Nayti bundan natija bo'ldi deb qatnashganlar ashlar baho berdi. Rahmat sizga. Xizmatinglarning texmo utuqliq bo'lishini, natijalik bo'lishini, yo'linglarning ochiq bo'lishini tilash bilan birlikda sizning bu bugungi programmamizga qatnashib berganligingiz uchun chin ko'nglimizdan rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizga Erkin apandim. Ham rahmat aytman. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Hörmətli televizor ko'ruvchilar, istansimiz strategiya haqida so'raydigan savollaringizga vaqtida javob berish uchun maxsus bir el-xat sandig'i tayyorlandi. Mutaxassislarimizdan so'raydigan savollaringlar bo'lsa, el-xat sandig'iga yozishinglarni tavsiya qilamiz. Bizning el-xat adresimiz strategiya@gmail.com. Hörmətli televizor ko'ruvchilar, vaqt munosabati bilan bu haftalik programmamiz mushu yerda oxirlashdi. Keyingi son strategiya nima deydi programmamizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.